Assalamu alaikum aziz vatandaşlar. 12. ayının 9. günsi Xalqaro erkiy ayrımçılıkını to'xtatish kuni bo'lganidek, o'xshash kuni Uyg'ur erkiy qirg'inchilikni xotirlash kuni. Xabarlar bo'lganinglardek, Londonda qurilgan Uyg'ur soti 2020 yildan 2021 yilning oxirigacha bo'lgan 18 ay muddat ichida 100 ming betlikten artıq dokumentlarni to'plab, 500 dan artıq insonning guvohligini elib, 3 qatimliq sotni elib berib, 2022 yili 12 ayının 9 günsi qarorni e'lon qilgan. Qarorda Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqiga ep bo'lgan jinoyatini erkiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi ishlangan jinoyat deb bekitgan. Bu günni Dünya Qurultayı başliq bütün muajiratki Sharq Turkiston xalqi Uyg'ur erkiy qirg'inchiligini xotirlash kuni deb bekitgan. Bu munosabat bilan bu yil 12 ayının 9 günsi bu Uyg'ur erkiy qirg'inchiligini xotirlash kuniga 2 yil to'shqan bo'ldi. Uyg'ur sotining qarorini e'lon qilganiga 2 yil to'shqan bo'ldi. Bu munosabat bilan dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur tashkilotlari, Sharqiy Turkistonlik tashkilotlari imkoniyat yar bergan doirada har xil shakldagi xotirlash faoliyatlarini o'tkazishga tayyorlik qilyapti. Bu munosabat bilan ben bu yerdan bütün dünyanın har qaysi joylaridagi Uyg'ur tashkilotlarini, Uyg'ur vatanparvarlarini va Xitoy hukumatining aziz millatimizga va aziz xalqimizga olib berayotgan bu qirg'inchilikni erkiy qirg'inchilik deb tunigan ve de şundaq deb qaraydigan ve bu Uyg'ur erkiy qirg'inchilikni to'xtatishni orzu qiladigan har qanday bir vatanparvarning bu faoliyatga aktivlik bilan ishtirok qilishiga safarbar qilaman. Mushu xotirlash faoliyatlaridan biri 2023 yili 12 ayının 9 günsi saat 12'de Germaniyaning München shahrida davlatlik opera zalının altında keng kölemlik bir namoyish bilan xotirlanmoqchi turmalardagi yüzligen, mingligan insonlarimizning resimleri qo'yildi ve ko'k bayroqlarimiz bilan, lozunkalarimiz bilan German xalqiga ve dünyanın her qaysi joylaridan sayohat kelgan insonlarga bu erkiy qirg'inchilikning davom qilayotganligini, to'xtab qolmayotganliklarini, Xitoyning keyingi vaqtlarda har xil sayohat programmalarini o'rinlashtirish orqali bu Uyg'ur erkiy qirg'inchilikning ustini yepish ko'rinayotganligidan iborat bu abdi beşirisini ichish, dunyoning diqqatini boshqa tarafga burashning oldini olib, mushu erkiy qirg'inchilikka diqqat tortish va jarayon qilayotgan bu qirg'inchilikni to'xtatish uchun dunyoni vazifaga, mas'uliyatga chaqirish maqsadi bilan bu namoyishni o'rinlashtiramiz. Shuningga bütün dünyanın her qaysi yerdagi vatandaşlar bu günde o'xshash bo'lmagan şekilde her qaysi davlatlarda tashkilotlarimiz tarafidan o'rinlashtirayotgan faoliyatlarga aktiv ishtirok qilishni orzu qilamiz. Jumladan Germaniyadagi vatandaşlarımızning, Münchendagi vatandaşlarımızning 2 saatlik vaqtimizni bu ishga ajratib, har qanday muhim ishimiz olsun tashlab, mushu Odin platsida bo'ladigan 2 saatlik namoyishimizga qatnashib, bu erkiy qirg'inchilikni davom qilayotganliklarini, buni to'xtatishga bo'lgan irodamizni o'tirib qo'yishga chaqiraman. Rahmat sizlarga. Hammanglar bilan 12 ayning 9 günsi saat 12'de Odin Platz'da görüşelim.